Mustafa musulmon arab yosh bo'lib, Yevropa davlatlarining birida mashina injener bo'lib ishlaydi. U bir kuni Talla bozoriga narsa-kerak sotib olg'ali kirib, Talla bozorini aylanayotgan hijobliq musulmon bir qizni ko'rib qoldi. Qiz sotib olmoqchi bo'lgan narsa-keraklarni elib, pulni to'lash uchun hisobotchi qizning yoniga keldi. Hisobotchi qiz aslida arab qizi bo'lib, yalangbosh va chakini kiyganning ustiga yuz ko'zlarini yetkicha bo'yib olgan edi. U ko'zga ilmagan qiyofatda hijobli qizga nafratli ko'zi bilan qarab, qizning qo'lidagi narsalarni silkishlab elib ustal ustiga qo'ydi. Hijobli qiz ig'ir besiqlik bilan o'zini tutib oldi. Hisobotchi qizning dardi chiqmagandek qilatdi. Uning texmi o'g'isi qaynab mundoq dedi: "Biz Yevropada mushundaq kiyinib olganlarning sababidan nurg'un qiyinchiliklarga uchrayotimiz. Bu davlat ibodat qiladigan, diniy ishlar bilan shug'ullanadigan davlat emas. Diningni namoyon qilib yashayman desang, o'z davlatingga qaytib ket." Bu gaplarni anglagan qiz uningga tarbiya berib qo'ymoqchi bo'ldi-da, cho'mpardisini echibla yuzini ko'rsatib qo'ydi. Qop-qora cho'mparda ichidan go'yo qop-qorong'u kechidagi tulun aydek, ko'k ko'zlik, qo'ng'ir chochliq tipik bir Yevropa qizi jilva qilib turadi. "Sen menga vatanimga qaytib ket demoqchimi? Bu davlat mening ona vatanim. Islom bo'lsa mening faxrlanadigan dinim. Sana o'xshash nimalar 4 tanga pul uchun dininglarni sotsizlar. Biz bo'lsak dinimizni hamma narsadan ortiq bilib tanlagan musulmonlarmiz." Qiz nihoyat keskin talaffuz bilan shundoq deganicha Talla bozoridan chiqib ketdi. Bularni yaqindan kuzatib turayotgan Mustafa ko'z quloqlarga ishonolmay qoldi. Mustafa qizning keyniga tushib, uning uyigacha yetib bordi va dadasi bilan ko'rishib, qizning asli ismi Martina bo'lib, musulmon bo'lgandan keyingi ismining Fatima ekanligini bildi. Mustafa shu hamon qizning dadasiga o'zini tunishtirib, vatani, oilasi, xizmati qatorliqlar haqida tafsiliy ma'lumotlarni berdi va o'zining kuyovul bo'lish orzusi borligini bildirdi. Qizning dadasi maslahat qilib javob berganligini aytdi. Yigit bir qancha kun o'tgandan keyin qizning to'y qilishga qo'shilganlik haqidagi javobini topshirib oldi. Uzun o'tmayla ularning qutlug' to'yi bo'ldi. Yillar o'tib ular 3 farzandlik bo'ldi. Bir mezgildan keyin Mustafa oilasi bilan o'z vataniga qaytib keldi. Bolalari o'qish yoshiga yetgandan keyin ular uchun ilg'or xususiy maktab izlashga boshladi va ayoliga xabar qildi. Biroq o'ylamagan yerdan ayolining keskin rad qilishi Mustafani cho'chitib qo'ydi. Ayoli: "Ikkimiz musulmon, siz arabchani bilasiz. Men bo'lsam ozroq so'zliklarni bilganimni hisobga olmaganda arabchani bilmayman, lekin bir ishni obdan bilaman. U bo'lsa-mu Qur'on Karim bizning dasturimiz, yo'l xaritamiz. Biz nima uchun bolalarga avval Qur'onni, diniy bilimlarni o'rgatib, ondan boshqa bilimlarni o'rgatishga ahamiyat bermaymiz? Men eng dastlabda bolalarimizga diniy bilimlarni o'rgatishga ahamiyat bersak deyman." Buni anglagan Mustafa bolalarning texi kichik ekanligini bahona qilib, ayolning fikrini rad qildi. Lekin Yevropa qizi Fatima mu bo'sh kelmadi. U o'z fikrida ching turib oldi. Oxirida Mustafa ayolning fikriga qo'shilib, shahar ichidagi eng ilg'or Qur'on madrasasini izlashga boshladi. Ko'p izlash orqali oxiri Qur'on va fanniy bilimlarni o'rgatadigan ko'ngildagidek bir maktab topdi. Biroq bir ish ularning beshini qatirmoqda edi. Bu maktabda o'quvchilar yatoqlashib o'qish kerak bo'lib, haftada bir kun dam olish qilinadi. Boshqa chog'larda ota-onalarning ko'rishiga ruxsat qilinmaydi. Mustafa bu qatim ayolni o'z fikridan qaytib qoladi deb o'ylagan edi. Ammo Fatima: "Men bolalarni kunda ko'rib turolmasam-mu sabr qila olmayman. Qur'on yo'lida, diniy bilimlar yo'lida barliq azoblarga chidashga roziman", dedi qat'iylik bilan. Yillar o'tdi. Bolalar u yerda turli diniy bilimlarni va Qur'on Karimni to'liq yodlab qoriga aylandi. Ular Qur'onni nihoyat pishiq yodlagan bo'lib, o'lchamlik talaffuzda o'qiydi. Axloqiy jihatdami nihoyat pokiz etilgan bo'lib, atrofidagi boshqa bolalardan alohida farqlanib turadi. Mana endi Mustafa nihoyat xushal bo'lmoqda edi. U o'ziga mundoq deydi: "Arabcha bilmaydigan Yevropalik qiz avlodlarimning abadiy hayotini ko'zlab, Qur'on tarbiyasini oldingi o'ringa qo'ydi. Hamda buning uchun nurg'un badallarni to'ladi. Ko'p jafo chekdi. Buningga qaraganda men musulmon oilada tug'ilib, musulmon oilada cho'ng bo'lgan men bolalarimning mushu dunyodagi turmushini oldingi o'ringa qo'yib maktab izlabdiman", deganicha o'ziga echindi. Ulug' Alloh mundoq deydi: "Kimiki Allohga taqvodor bo'ladi ekan, Alloh uningga chiqish yo'li ato qiladi." Yana bir oyatda Alloh mundoq deydi: "Er-ayol mu'minlardan kimki yaxshi amal qiladi ekan, biz uni albatta obdan yashtimiz. Ularga albatta qilgan amaldanmi yaxshiroq savob beramiz."